Mahallamizni ko'ryapsizlarmi o'rtoqlar, tinchligini. Bu yoqda bemalol hodimiz bor o'rtoqlar. Bu yog'imiz tinch mahalla, tupikda joylashgan. Shu uchastkamiz o'rtoqlar. Xo'p, o'rtoqlar, kirganimiz mana shunaqa katta keng hovlimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Sizlar bilan binolarimizni ko'rib chiqadigan bo'lsak, o'rtoqlar, bitta remont qilib, kirib tayyor yashasanglar bo'ladi. Ikkita oilamiz uchun yashash uchun sharoitimiz bor o'rtoqlar. Ikkita oila bemalol yashasa bo'ladi. Ikkita oila uchun ikkita alohida sanuzillar bilan o'rtoqlar. Xo'p, tayyor kirib yashasanglar ham bo'ladi. Remontlari o'rtacha o'rtoqlar. Atak bitta remont qilib kirib yashaydigan variant. Xo'p, uchastkamizni binolarga keladigan bo'lsak, ko'rganinglardek o'rtacha remontda, atak bitta remont qilib kirib yashayman desanglar zo'r variant. Ikkita oilamiz uchun yashash uchun bemalol hududimiz bor o'rtoqlar, ikkitadan kuxunni alohida sanuzullari bilan ikkita oila uchun bemalol alohida yashasa bo'ladigan variantda qilib qo'yishgan ekan. Xo'p, uchastkamizni narxiga keladigan bo'lsak, $116 ming narxiga tushyapti. Hali kelishiladigan joyi bor. Pastda egalarining nomerini qoldiramiz. Bog'lanib baraka qilishinglar mumkin. Lokatsiya Telegram kanalda.